Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenlerimiz. İslam ve Biz programımızın 131. sanını görüşünlerden karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz, hılı bir qancha yıldan buyan her haftada her bir Müslüman Kur'an ve sünnet nuru aslında düşünüş gerek boğan xilma-xil temalarni ayrım mavzu qilgan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Bugün muşunun cümlesinin tünügün ilanımızda begendek intayin muhim bir tema toxtulganligimizni e'lon begendik. Düşmenimning düşmeni rastıllı dostum bulamdı. Elbette bu xalqimizning arasida ancha-muncha tilg'aynab turilgan bo'lib mushu yaqinqi vaqtdan buyon hali ijtimoiy fikr vositalarida talash tortish bo'lgan bir masala. Buni bugun islomiy nuqtadan turib bu gap to'g'rimi xatomi nadan nakagacha buniki oldi keyin buni to'xtalish qidirishimiz programmamizning doimliq mehmoni hamma tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston ulamolar birligi shundoqla Dünya Müslüman Alimlar Birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Qashqariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bundaqda ustoz bevosita programmamizga kirib ketsak, oldi bilan bu so'z, ya'ni dushmanimning dushmani do'stim degan bu so'z to'g'rimi? Mushaqda kirish qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Maksat gelsek, düşmanımның düşmanı dostumdur degan söz. Hoş. Ya ki düşmanımның dostları mening düşmanımdır degan bu söz hikmetten yiroq bir söz. Ya ikki nuqta. Birisi düşmanımның düşmanini dost deb qarash, yani birisi düşmanı bilan kelishim o'rnatgan, diplomatik munosabat o'rnatgan deganga o'xshash yoki do'stlik o'rnatgan deganga o'xshab bu xil munosabatlarga asosan dushmanim bilan do'stlik o'rnatganlik uchun yoki diplomat, siyosat, iqtisod munosabat o'rnatgan uchun dushman deb qarash bu hikmatdan xoli, ya'ni to'g'ri bo'lmagan bir so'z, hikmatdan xoli so'z. Xo'sh. Chunki hikmat deganimiz bir narsani dal joyida qo'yish demakdir. Bu yerga bu so'z joyida qo'yilgan so'zmi, hikmat uyg'unmi, aqlga uyg'unmi, shariatga uyg'unmi, hech narsaga uyg'un emas. Chunki düşmanninki men do'st bo'lib qolishi notayin. Bu düşman deb qaralgan bir narsani muqim bir do'st bo'lishi notayin. Bir mezgil do'st bo'lishi mumkin, bir mezgil ziyorat qilmaslik mumkin, ya tagidan dushmanlik qilishi mumkin. Shuningdek, dushmanim bilan do'stlashgan yoki dushmanim bilan diplomatik munosabat o'rnatgan bugungi dunyodagi o'xshash bu kishilarning mening dushmanim bo'lib qolishi bu notayin. Mesela misal alsak, bugünkü dünyanın münasebetlerinde diplomat alakası bütün dünyanı çemberçes birbirine bağlı etti. İlgirki zamanlarına az boğan olsun, bugünkü vakti texnika katlaş vasıtının tizligi bilen asasen dekdek bütün devletlerin birbirisi bilen ya ki siyasi cihetten, ya ki iktisadi cihetten, ya ki istihbarat cihetten, ya ki bütün cihetten degandek alakaları bağımlısı var. Şunu bir yerde Xitay bilen diplomatik münasebet o'rnatgan Müslüman ellerini ben düşmanım deb qaramayman. Xo'sh. Men ziyonkashlik qilmagan ahvol ostida. İslamning qimmat qarashlarini chaynamagan asosda men dushman deb qaramayman. Demak bu so'z do'st dushman hukmini belgilashga aqidaning qoidalarini bilmaganlikdan kelib chiqqan. Bizning dinimizda do'st kim, dushman kim buning bir qoidasi bor. Müslümanın dostu. Bizde dostluk Allah'a bo'lgan sevgi muhabbet asasida yoki Allah'ın Resulü düşmanlık qilish asas shakllanadi. Xo'sh. Bunun bir qoidasi bor. Bu qoida asosida do'st kim, dushman kim belgilaymiz. Shuningdek bu yerda bu dushman degan o'ylanmaslikdan, tafakkur qilmaganlikdan, ishning oqibatining nega berib to'xtaydiganligini his qilmaganlikdan ham foyda bilan ziyon tushunishni bilmaganlikdan kelib chiqqan bu avomning gapi. Normal bir xalqlarning gapi. Bu hikmatli gap emas,
siyosiy bir qoida emas, yoki mashhur, hurmatlash tegishli bir qoida emas bu gap. Shunga hikmatga uyg'un bo'lmagan so'z dedik. Bugungi xalqaro munosabatga qarasak, buna o'xshash bu avomlarning so'ziga tayanmaydi xalqaro munosabat. Xalqaro munosabat bugungi kunlikda manfaat ustiga tayanmoqda. Manfaat ustiga qurilmoqda. Bo'libmi bugungi o'xshash g'arbning siyosiy nazariyasida, siyosiy falsafasi manfaatni asos qilgan bo'lg'achqa, manfaat qarab turib do'stlik bilan dushmanlik avtomatik holatda o'zgar. Akşam do'st bo'lgan bo'lsa, edigan dushman bo'lgan, edigan do'st bo'lgan bo'lsa, akşam dushman bo'lgan, bu holat shakllandi. Bugungi dunyoda dushmanimning dushmani doim do'st bo'lolmaydi. Dushmanimning dushmani falon edi, biz undan foydalansak bo'l. Ya'ni bu dushmanlik davom qilgan muddatcha shu orliqdan kavak bir tapalasak, foydalanadigan bir yo'l tapalasak, biz foydalansak bo'l. Lekin doim bo'lmaydi. Chunki bu yerda o'rtaq prinsipga bir o'rtaq qimmat qarashga ega bo'lmaganlik uchun bu do'stlik davomlashmaydi. Ya'ni men bilan dushmanimning dushmani bo'lgan u tarafninki bir o'rtaqlik bo'lmaganlik uchun qimmat qarash jihati, prinsip jihati bu do'stlik uzun davomlashmaydi. Manfaat qarta o'zgarib tur. Manfaat boshqa tarafdan kelib qolsa, meni tashiyotdan boshqasi bilan ketaveradi. Demak, bu yerda bir nuqtaga diqqat qilib ayirish tegishli. Bir millatni yoki bir davlatni do'st deb qarash. Xo'sh. Bu nimaga tayin bo'lsa, prinsip va qimmat qarash asosida bo'lsa, bu bir gap. Bir millatni yoki bir davlatni prinsip, qimmat qarash asosida do'st deb qarash bu ayrim gap. Masalan, biz bilan prinsip jihat o'xshash bo'lgan, qimmat qarash jihatda o'xshash bo'lgan, aqida jihat o'xshash bo'lgan allarni bizning do'stimiz deb qaraymiz. Aqida nuqtasi. Bu bir gap. Lekin ikki dushman bor. Qimmat qarash o'xshamaydigan. Prinsipim o'xshamaydi. Bu ikki dushman orasidagi ziddiyatdan foydalanish uchun yo'l topish masalasi u ayrim gap. Bu ikki masalani ayrim tushunish lozim. Ikkisining orasidagi nozik farqni buni aniqlash lozim. Agar buni aniqlamagan asosda vaqt aqidamizdan, musulmonligimizdan og'ir darajada chatoq chiqadi. Biz Allohning do'stlari bo'lgan odamlar dushman deb qarasak, o'zimiz og'ir gunohkor bo'lamiz. Yoki Allohning dushmanlari bo'lgan insonlarni biz do'stdan qator desak, u vaqtda aqida jihatdan ozg'on bo'lamiz. Shu bu sababdan islomiy va milliy qarindoshlikqa rioya qilmay turib, shundaqlam bu do'st yoki dushman degan hukmda yoki dushmanimning dushmani mening do'stim bo'ldi degan bu gapda foyda ziyonni selishtirib obdan o'lchimay, mo'ljallamay turib, bu gap taynib qolib qolsak, biz xatolashgan bo'lamiz. Şu musulmonlikning taqozosi va siyosiy harakatning taqozosi bo'yicha do'st dushman hukmini aqida asosida tushunishimiz mumkin. Xo'sh. Anin kendin aqidamizning taqozosi bo'yicha va siyosiy harakatning taqozosi bo'yicha do'st bo'lganlarni ko'paytirish, dushmanni azaytirish. Mustabid hokimiyat bilan xo'sh. Normal fuqarolarni farqlantirish bu musulmonlikning taqozosi ham siyosiy harakatning taqozosi. Ya'ni gapimizda xulosalar vaqtida dushmanimning dushmani mening do'stim degan gap bu to'g'ri gap emas. Shundaqla mening dushmanim bilan do'st bo'lgan, kelishim tuzgan, surat tushgan yoki bir ya choy pay ichishgan bu ahvollar qarta dushmanim do'st bo'lgan o inson yoki u xalq yoki u davlat u meniki dushmanim emas. Biz do'st dushmanni aqida asosida belgilaymiz, aqida asosida o'lchaymiz. Bu tarozi va o'lcham. Endi bunun kelib chiqadigan foyda ziyon asosida buni dangsab endi belgilaymiz. Ammo bu gapniki gerçi xalq og'zida o'ylanib yurgan bir mashhurdek gap bo'lsa-mu, ilmiy jihatdan, hikmat jihatdan, shar'iy jihatdan asos yo'q bu gap. Xo'sh, xo'sh. Alloh razı olsun. Hakikaten deb o'tkazdirdik. Yani bugün bütün devletler o'ttirisida qancha ekran oldida, kamera oldida hatta şu bir itiqaddiki, hatta Türk Cumhuriyetlerinde desakmi, mesela davamlıq deydi o mesela qeyrindaş devlet, qeyrindaş iki xalq u bu deb. Açıq bir reallik var ki devletler o'ttirisida manfaatdan boshqa ig'izda har qancha ekran oldida, mikrofon oldida degan bilan şu devlet, her bir devlet o'zining manfaatiga ko'ra ish qilgan gap. Bu masalaning qanchalik zil ekanligini yuqorida so'zlab o'tdilar. Bizdek bo'libmi Sharq Turkiston
davası kılıvatkan teşkilatlar bolsun. Şu vatanı kutquzman devatqanlar texambak zil muamele qilmasa, arqaysi münasibetlerdi hamda kataq ketib qoldigan nurg'un itiqadi jihatdan xata yo'lga kirib ketib qoldigan ishning chiqib qoldiganligi aniq hamda. Shuningdek mushu yuqorida so'zlagan yana biroz oshgan bo'lsak, mush dushmanimning dushmani do'stim degan narsa bir musulmon uchun qachon paydo bo'ladi yoki qachon uni tutib mang'il bo'ladigan bir sharoit bir hozirlandi bo'lsa. Yoki bu gap qanday vaqt bazar topadi? Qanday vaqtida bazar topadi yoki? Bir millatning musibati og'irlashgan vaqtida. Masalan, bizga o'xshash deydi. Bir mustamlika duch kelgan, irqiy qirg'inchilik duch kelgan, ishlar aplashmagan. Mushuna bir paytda bu millat olg'a ilgirlanmaganligi uchun xitoblarda o'zi qarta ishonch qilib kaskin bir pozitsiyan bildirilmaganligi uchun g'alaba qilinmaganlik sababli mag'lubiyat xitoblari chiqishga boshlaydi. Bu millatda, ya'ni xafalık ko'paygancha mag'lubiyat xitoblari ko'paydi. Buning natijasida ikki turlik yuzlanish kelib chiqadi. İki türlük yol tutuş, yoki yol tutuş kelib chiqadi. Bu ikki turlik yuzlanishniki birisi nimasi? Bu millat yig'lash orqali yoki o'zining bir bichora millat ekanligini to'kash orqali dunyodagi insonlarga o'ziningki haqliq to'simi, masalasi haqliq to'simi, boshqa dunyodagi insonlarning qo'llamaganligidan shikoyat qilayotganligi, zulm his qilayotganligi va boshqalarningki bu haqliq masalasiga zid yo'l tutayotganligini his qilishga yuzlandi. Ya deydiki, mening yo'lim haqliq bo'lsa, mening da'voim haqliq bo'lsa, men boshqalar zulm qilmagan bo'lsa, bu dunyodagi insonlar menga hissdoshlik qilmaydi deydigan bu tuyg'uga yuzlandi. Yana bir tarafdan foyda bilan ziyonni mo'ljallamasdan axloq va qimmat qarash uyg'un kelmam deb qaramasdan bu mag'lubiyat bir bosqichda bo'lganlik uchun dushmanimning dushman tap bo'lsin, uni bilan bir ittifoqlashib, uni bilan hamkorlashib, uni qilib, buni qilib, men mush yo'ldan bir narsa chiqamiki, yoki bir narsa topamamiki deb dushman izlashga va u qanday bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'ri odam bo'lamdi, xato odam bo'lamdi, foydalilikmi, foydasiz qaramasdan uni bilan do'st bo'lishga yuzlanadigan bu holat kelib chiqadi. Millatimizning beshik kelayotgan xafaliklarga qarasak, kun sayin kuchayayotgan holat turibdimiz. Siyosiy harakatlarimiz qarasak, prinsipda o'rtaq emas. Xo'sh. Qimmat qarashda o'rtaqlashanmagan, nishon qoidada o'rtaqlashanmagan bir bosqichda ketyapmiz. Shuning bu sababdan bu siyosiy harakatlarimizmi birliksab shakllantirilmadi. Bir nishon, bir harakat qildigan birliksab shakllantirilmagan bir paytda ketyapmiz. Mushundaq bir paytda turganligimiz uchun, ahvolimiz qarasak, ya'ni xarob holatda, ojiz holatda turganligimiz uchun foyda bilan ziyonni dangsimaysan, ümidsizlik qaplaganlikda bu axloq qilib kelsak biz ish qilinmaydi ekanmiz, qimmat qarasak chekilib qoldi ekanmiz, boshqalar bizga ya kelmaydi ekan yoki bizga yordam bermaydi ekan deb dushmanning dushmanini izlaydigan va u qanday dushman bo'lishidan qat'iy nazar dushmanning dushmani bir azroq insonva dushman bu, tagidan tab razil dushman bu yoki insoniyatning dushmanimi uni do'stishga urindigan bu ahvollar yaqindan beri hali darajada avjanmoqda. Bo'lib buni 2 oyning mobaynida bu ahvolning inkosini o'z ko'zimiz bilan hammaylar ko'rdik. Bir qism aktivistlar yoki siyosiy faoliyatchilar bu xato so'zlarning sababidan ba'zi bir davlatlar, masalan mustabid hokimiyat değil, Uyg'urlarga ovoz vermagan bo'lsa, yoki bir yerda qo'llamagan bo'lsa, yoki Uyg'urlar bir yerda Uyg'urlar haqida bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, biz uni tanqid qilamiz. Ya'ni xapolamni qilsa, ko'nglimizni xapolaymiz yoki oshkora xapolaymiz yoki maxfiy xapol bir yerda bor. Uyg'urlar haqida bir xatolik o'tkazgan bo'lsa. Ammo shuning bilan birlikda bu yerda foyda bilan ziyonni mo'ljallaydigan bir qoida. Ya'ni bu mustabid qiyg'iliqini qildi dedi. Zay yetkizdi. Masalan, bir Uyg'urni tutpadi yoki solab qo'ydi yoki davlatga kirgizmay keyin qaytarib etdi deganga o'xshash. Yaqinda Gollandiyadan birisi qaytarib etdi, arab davlatlari qaytarganga o'xshash. Chiqqan bunday ahvollar dunyoning hamma yerida yuz berdi. Bir mustabid bir holatni shakllantirsa, bir xatolikni buni oshning xatoligi deb qaramasdan, foyda bilan ziyonni o'lchamasdan
hem mustabid hakimiyet bilen xalqning arasini farqlantirmay umum qara qo'yaq hukm chiqarib arab degan mana shundoq musulmon dunyosi shundoq deb hukm chiqarib musulmonlarni dushman tutishga chaqiradigan bunday ahvol yaqindan xili og'di ko'paydi. Arab dunyosi qarasak, arab dunyosi qarindoshimiz qarasak, bir tarafdan siyosiy mustabidlikning ta'sirida, yana bir tarafdan dunyoviy siyosiy o'yinlarninki terrorizmni paydo qilganligi bo'lsin, atalg'usini, u orqali nurg'un insonlarni qaqti so'qti qilganlar bo'lib qolsin deganda siyosiy o'yinlarning ta'sirida bu arab dunyosi musulmonlarninki badallaridan qon timchib turdi. Xarita qarab baqsak, nurg'un yerda qon timchib turdi. Badani saqo'gan eller nayt az hisob. Bularning ahvoli xarob bo'lganligi uchun bizga yordam qilmaydi degan sabab bilan qarindoshlikka mushtaqolar. Musulmon degan musulmonga qarindoshlikka yordam berdigan biz yordam bermaydi deb islom qarindoshlik buni bilan inkor qildigan. Bu holatmi yuz bermaydi. Shuning bilan birlikda yani aqidaninki prinsip qatoridan qatildigan, qatoridan sanilgan ummatchilik aqidasi. Aqidaninki prinsip qatoridan qarildigan ummatchilikni inkor qildigan ahvolim shakllan. Bu ummatchilik oldi keyingi tatibasi bo'lgan ijtihodiy bir masala emas. Bu aqidaning prinsipidan qatoridan ham musulmonlarning siyosiy birligini ifodalaydigan eng muhim bir prinsipdan qatori emas. Bu ummat biz yordam bermagandikin degan bilan qarindoshlikni inkor qilmoqda va ummat aqidasini inkor qildigan bu holat kundan kuniga shakllanishga boshladi. Ya'ni bu yuqorgi xato gapninki inkosi. Biz Qur'oni Karim qarasak innamal mu'minuna ikhwan. Mu'minlar qarindosh, ma chaqchaq qilmaydi. Iymon inkor qilib qolsa iymon chiqdi. Inna hazi ummata wahid, ma ummat bir ummat dedi. Aqidada bir ummat, siyosiy manfaatni qo'g'dash bir ummat. Garchi bugungi mustabid yoki diktator ya skolarizm, hokimiyat boshqa bir yo'l tutgan bo'lsa-mu, ammo islomning nazariyasida ummat birligi kuchga ega emas kuchiga. Bu bir qism aktivistlar musulmonlarni dushman deb e'lon qilmoqda, islom qarindoshligini inkor qilmoqda, ummatchilik aqidasidan uni chatqa qilmoqda. Garchi amaliyot birinchi o'ringa o'tib qolgani yo'q. Holbuki musulmon xalq qarasa yoki ulamolar qarasak, hokimiyat tarafidagi ulamolar emas, millatning ulamolari, ummatning ulamolari qarasak va sog'lom yo'l tutgan, ideya sog'lom bo'lgan islom harakatlari qarasak, hammasi Sharq Turkiston masalasini qo'llaydi. Qo'lidan kelishcha qo'llaydi. Himoya qilib bo'lsa, qo'ldan kelishcha himoya qil. Shuningdek, Turk dunyosidagi qarindoshimiz qarasa, bunu hozir 300 milyonga yaqin bordigan saniga ega Turk dunyosi qarindoshimiz qarasak, bu bugungi ahvoli ojiz holatga tushib qolganligi uchun Turkiyadan boshqasining ahvoli aniq. Bir tarafdan Xitoyningki, yana bir tarafdan Rossiyaning ta'siridan qutlanmagan bir ojiz holat. Bir bo'liklari hozirgacha bizga o'xshash Rossiyaningki ishg'oldan qutlanmagan bir qarindoshlar. Bu holatda Xitoyga o'xshash cho'ng bir jahongirlikni talashayotgan davlat qarshi maydonga chiqmadi, uni qilib, buni qilib deb qashib, uni bilan munosabatni, milliy munosabatni, islomiy qarindoshlikni uzib o'tkazmaydi. Bular kuchlangan vaqtida, bilan rustig'an vaqtida bir normal kuch oldi kelgan chog'da bularni yordam qilamiz, siz bularni yordam qildi. Demak, bu yuqorqi ahvollar, ya'ni bizning ishimizningki toz oldiga mangmasligi, mag'lubiyat tuyg'usi, yig'lash tuyg'usi nimani keltirib chiqaryapsa, dushmanimning dushmanini izlab, shuni bilan shuning kimsiga chiqib, shuning mashinasi chiqib, bir ish qilsam deydigan bu xil holat bilan bu yuqoriga paydan chiqyapti. Gap chiqish jarayonlari shuni. Bu manfaat to'qinishlarini qanday bir taraf qilish kerak hamda? Albatta, buni degan vaqtida ba'zilar darhol savol hammasi bundan ayrilmaydi-da, hamma maslamda. Mayli nima desa desin, qarindoshim desin yoki u desin, bu desin. Bu yerda buni aniq misol olash uchun biz manfaat to'qinishiga, shu nuqta manfaat to'qinishiga duch kelyapmiz. Masalan, mahkum millatning qatoridan olib aytsak, biz bir tarafida yana bir tarafida olib aytsak, masalan, Falastin misol qilaylik. Taqdirimiz o'xshash bo'lgan. Garchi ikki aqim bo'lgan bo'lsin Falastinda, ammo bir millat sifati bilan yoki bir davlat sifati bilan misol qilaylik. G'arbning Xitoy bilan bo'lgan siyosiy to'qinishi yaqingi davrdan boshlangan G'arbning Xitoy bilan bo'lgan siyosiy to'qinish sababidan
Bizning manfaatimiz, Sharq Turkistonning manfaati islom ellari qarg'an vaqtida g'arb dunyosi kuchli bo'lmoqda. Xo'sh. Yani g'arbdan kelgan payda islom dunyosi qarg'an vaqtida kuchli buni e'tirof qilmay bo'lmaydi. Yani bu deganlik hargizmi g'arbdan kelgan manfaatniki yoki g'arbdan kelgan destekning yoki yar yo'lakning davomli bo'lganligini ko'rsatmaydi bu hukm. Bugun g'arb dunyosi Amerika boshliq Sharq Turkiston ko'rishini ya Sharq Turkiston davosini qo'llayapti. Xo'sh. Bu qo'llash qachongacha davomlashadi? Davomliq bizning kaynimiz turamdi, to'mamdi. Bu ayrım bir gap. Endi bugun islom dunyosi buniki markaziy deb qaralgan Arab dunyosini misolga olsak, bularniki Sharq Turkiston masalasiga hokimiyat sutidagi pozitsiyasi tamoman passiv. Belki zid deb qarayli, yoki zid deb qarmayli nachar holatda. Qo'llash borimiz, qo'llashi yo'q. Ammo xalqi, ulamolari islomiy aqimdagilar İslami qarindoshlik, ummatchilik ideyasi bilan ular qo'llaydi. Bu yerda bir masala shu. Shuning buning asosan bu islom dunyosidan kelgan hozirgi passivlik ahvoli qarab turiblar. Bu islom dunyosidan foyda kelmaydi deb kesib aytib o'tganimmaydi. Biz ilgirki darslarimizda foyda ziyon tushandisida so'zlab o'tganimizdek g'arbdan kelayotgan foyda hozirgi manfaat bu vaqtlik manfaat. Xo'sh. Davomli kelgan manfaat emas. Vaqtlik manfaat. Qachongacha davomlashadi buni hukm qilmaydi. Ammo islom dunyosidan kelgan manfaat garchi kuchli shaklda bo'lmasa-mu, ya'ni xalq tarafidan bo'layotgan bo'lsin, bu muqim manfaat, uzun muddatli manfaat. Uning ustiga bu hokimiyat davomli bu shaklda davomlashadi degan bir qonuniyat yo'q. Hokimiyat almashgan zaman, normal bir holatga kelgan zaman musulmonlik ideyasi bilan yordam qilishi keskin bo'lsa keskin. Xiyolimiz emas. Bu aydınlaştırıcı bir nokta. Xo'sh. Endi g'arb dunyosininki ziyonkashlik uchirganligi. Masalan, Falastinga o'xshash. Arab dunyosi qarsak, hammamiz g'arb dunyosining ziyonkashlik uchirganligi. Bu reallikimiz reallik. Xuddi biz Xitoy tarafidan besilib ziyonkashlik uchirgandek, O'rta Osiyodagi bir qism davlatlar, qarindosh davlatlarimiz Rusning ta'siridan hozircha qutulanmagandek, Rusninki siyosiy, iqtisodiy besim ostida turayotgandek, Arab dunyosimi bugun g'arb dunyosiningki siyosiy, iqtisodiy, askariy, istixborot, ma'rif va boshqa ta'sirdan qutulanmoqda. Bu g'arbning ta'siri uchqirgan musulmonlarning manfaati bizning dushmanimiz tarafdan bo'lmoqda. Yoki g'arbning dushmanidan kelmoqda ularning manfaati. Masalan, Ruslarni misol qilaylik, Xitoylarni misol qilaylik. Qanday qilib aytsak, g'arb bilan ta'tir yo'l tutgan, g'arb bilan bugun tirkishayotganlardan kelmoqda ularning manfaati. Bular nimaning tayiqini edi desa, g'arb davlatlarining tayiqini edi uzun zamondan beri mustamlik kuchgan bo'lsa. Biz Xitoynikini obdan bilamiz, eng cho'ng dushman deymiz. Ma'ular nisbatan eng cho'ng dushman o'zini besib olgan. Kim besib olgan bo'lsa, yana. Bugun Falastinni misol qilsak, Falastinni bugun kimning vakillik qilganligi xalq olamiga bir oshkor bo'ldi. Uni bu yerda o'tirishdan hojat yo'q. Bu yerdagi masala g'arb dunyosi o'zining o'gay bolasi Isroilni qancha qo'llab, uning tarbi tursa, bu orqali arab dunyosi qildigan besimini qancha kuchaysa, arab dunyosi musulmonlarga bu yerda bular chiqish yo'li ustida boshqa bir taraf qarabmadi. Boshqa bir ittifoqlash izlaydi. G'arbga dushman bo'lgan kuchni bizni izlaydi. Demek bir yerde Amerika'da İsrail'e qo'llash qancha kuchaygan bo'lsa, bu Arab dunyosi o'zini g'arbninki bu besimidan, hujumlardan saqlash uchun Xitoyga, Rusga va boshqa tarafga o'zini otadi. Demek bir yerde Sharq Turkiston bilan, yoki Uyg'urlar bilan bu Falastinliklarning manfaati orasida bir to'qinish holati bor. Xo'sh. Bizning manfaatimiz g'arb dunyosi bilan, buning manfaati g'arbning dushmanlari tarafi bilan. Agar rasul olganmiz, amaliyotda Xitoy bu Falastin so'yganlikdan, yaxshi ko'rganlikdan yoki insonlik nuqson qilmaydi, balki o'zini putun qilib Arab dunyosini bunday keyingi mustamlik qilishninki bir muqaddam sifati qildi. Bu siyosiy nuqtada normal masala. Bunday bir vaziyat biz qanday qilamiz? Manfaat to'qnashadi. Bunday bir vaziyatda g'arb dunyosidan kelgan manfaatni qimmat qarashlarimizdan voz kechmagan asosda va aqida prinsipimizga,
aqida qarindoshlik prinsipimiz ziyon yetkazmagan asosda u manfaatni olsak, undan foydalansak qo'ysak bo'ladi. Qimmat qarashimizdan voz kechmagan. İslami qarindoshlik prinsipiga ziyon yetkazmagan, ya'ni Falastinga o'xshash yoki shuningga o'xshash bir musulmon qarindoshlarimizdan zina ish qilmagan, ular ziyon keltirgan ish qilmagan asosda biz manfaatimizni olib ketaversak bo'ladi. Shu vaqtning o'zida Falastinga o'xshash va shuningga o'xshash G'arbning ziyonkashligiga uchqab bir xafalikda yashayotgan bir millatningki G'arbning dushmani bo'lgan birlardan uning yordamiga erishib bu dushmaniga taqobil tursa, uningdan biz ranjimasak bo'ladi. Norozi bo'lmasak bo'ladi. Norozi bo'lish haqqimiz yo'q. Ya biz deymizki, musulmon turib Xitoy tarafga bor deydi. Acaba shu bo'ldi emasmi? Bu ko'ryapmiz sizlar Amerikaningki İsroilga qanchalik qo'llayotganligi bugungi urushningki oldingi jarayonni hammadan ishkiramli ko'rib turibdi. Xo'sh. Buni izohlashdan hojat yo'q. Falastinlik hargiz demaydi. Bu Uyg'urlar bizning dushmanimiz bo'lgan Amerikaning qo'yniga kirib shuni ish qilyapti demaydi. Avvalda biz qarg'ancha aqlli. Bu yerda tadafu deydigan Qur'onda bir qonuniyat bor. Wala dafullahin nas ba'dhum yubaznir. Zalimni zalim bilan bir taraf qilish deydigan bir qonuniyat. Biz keyin to'xtalamiz buni. Biz bundan foydalanib turib, u dushmanga taqobil turamiz. Ularmi bir dushmanga foydalanib turib, yana bir dushmanga taqobil turib. Muhimi biz ularga yetkazmaslik, iymon, e'tiqod, qarindoshlik nuqtasidan, qimmat qarash nuqtasidan, ular bizga ziyon yetkazmagan asosda foydalanib o'zidan ishini qilib ketaversa, bu hech yerga taqashmaydi. Bu manfaat to'qinishni bu shaklda hal qilgan bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Alloh razı olsun. Endi düşmanı yani haqiqiy siz yuqorida so'zlab o'tgandek uzun muddatli do'st bo'lolmaydiganligining amaliy misollardan bir qanchani so'zlab. Misollarni biroz tushunishlik bo'lish uchun ba'zilarida bu cho'ng davron salib xuddi bundan boshqa bir qonuniyat yo'qdek, siyosiy harakat boshqa yo'l yo'qdek bazaga soldi. Buning uchun mushola tushunadigan misollardan bir nechani olaylik. Mesela birinchi misol G'arb dunyosi misoliga olaylik. Amerika 2. Dünya urushida nemislarga ya germanlarga taqobil turish uchun Ruslar bilan Sovet ittifoqlashdi. Ama Sovet ittifoqini do'st tutmadi. O sotsializmni birga do'stim birga imkonlashganda taqishmadi. Urush tugab uzun o'tmaylam uning bilan so'g'aq urushni boshlab ketdi. Dunyodagi cho'ng urushningki davomi so'g'aq urush boshlandi. Bu bir misol. İkinci bir misal alaylik. Misal takımı tushunishga ko'rash. Hitler yoki nemislar Sovetga hujum qilib boshlagan vaqtida Sovet ittifoqi shu vaqtda Stalinning boshlig'i bilan Yaponlarga jang e'lon qilmadi. Yapon bilan nima aloqasi esa Hitler bilan Yaponlar ittifoqlashdi. Harbiy jihatda ittifoqlashgan. Sovet hujum uchirgan vaqtida Hitlerning hujumiga bir tarafi Yaponga tutishilgan bu Sovet ittifoqi Yaponga urush ochmadi. Nimishqa sen mening dushmanim bo'lgan nemislarniki ittifoqdosh bo'lgan ekan, Mayan tarafdan German hujum qilmani, ayan tarafdan sen hujum qilman deb urush boshlamadi. Balki Yaponlar bilan tinch aloqa saqlab keldi urush jarayonida. Taki u yer 2 million yaqin askar var ekan, Sibirya atrofida bo'lsa kerak, Yapon bilan bir tutash qo'shni bo'lgan rayonlarda bu 2 million askarni Moskva tarafga urush bo'layotgan Stalingradni bir yerga yo'tkab kelib, bu orqali urushni qozondi. Ruslar nemislarni yengdi. Endi bu yerdagi shohid nimasi? Agar Stalin bu avomlarning gap bo'yicha mening dushmanimning dushmani mening nimamga aylandi? Do'st. Dushmanimning dushmani? Do'stim. Dushmanimning do'sti? Mening dushmanimga aylandi deb bir vaqtning o'zida Germanlarga urush ochgan bo'lsa, shu vaqtning o'zida Yaponlarga urush ochgan bo'lsa, 2. Dunyo urushi kim g'alaba qilsa, Hitler g'alaba qiladi, Ruslar bu yerda vayron bo'ladi. Demak, u yuqori qoida aqmaydigan bir qoida. Uchinchi bir misol olaylik. Amerika Ironningki asbaq raisi Humayniga qarshi Saddamni qo'lladi bir zamonlar. Bu tarixning uzun bir tarix bo'lishdan keyin. Humayni bilan kelishim tuzgandan keyin Saddamga qarshi Humayni bilan ittifoqlashdi. Ya'ni Ironni qo'llandi. Ironni qo'llanib Saddamni chiqdi, shu vaqtning o'zida Iroqni bosib olish uchun Irondan foydalandi.
Hem de İran hem son düşmanı. Afganistan'daki, Irak'taki, Amerika'nın işgal asıl şüpheli en çok rol oynayan devlet kaysi ise İran. Ya görünüş karşısında Amerika şeytan ekber Allah'ın çok düşmanı deyip şu an doğulgan bilen üstelden tegiden uzun kalmayla ittifakını Amerika tuzbaladı. Buna misal delil Pakistan'da İran Cumhur Reisi'nin ki baş yardımcısı Muhammed Ali Abdey degan kişi itiraf qilib yakında. Eğer İran'ın yardım bulmagan olsa Amerika Afganistan bilen Irak'ın unda tizbesi olanmaydı dedi. Bu bakar gerçi küçük çıkan bir hüccet bo'lgan bo'lsa mı bu İran'ın rolünün ne kadar çoğun ekanligini bir yerde köz süpürdü. Hoş. Demek bir yerde görünüyor işte Amerika ile İran birbirinden düşman devlete görüngen olsa mı emniyette onlarımız. Bunu düşünüş lazım. Bu ümmet İslamiyaga ya Müslümanların birlik pitni çaçıdığan bir yakın meydan çıksa herkes bu onu nemi nam bilen çıkan olsa onu garip devlet olsa yani biz olsa onu yoktu etmeydi. Onu bazar selip, onu böbüş gösterip başka Müslümanların takım parçalaşka uğrunadı. Biz bu vakti şialarga to'xtalgan chog'da keyin to'xtalsak bu. To'rtinchi bir misol olsak, o'zimiz munosabatli misolni olaylik, yani tarixda. Biz do'st deb qaragan Amerika yaqin zamondan beri hali Uyg'urlar haqida ba'zi narsalarni chiqarib yar yo'lak bo'lib do'stlikni izhor qildi deydi. Biz do'st deb qaragan Amerika Xitoyga ba'zi vaqtlar dushmandek ko'rinsa, amaliyot dushman emas. Bu nima degan gapsa, agar Amerikaniki Xitoy bilan dunyoni boshqarish, idora qilish iborat nopuz to'qinish bo'lmagan bo'lsa, Amerika bilan Xitoy orasida surkilish yuz bermagan bo'ladi. Dushmanlik hol shakllanmagan bo'ladi. Surkilish nereden kelib chiqdi? Ya to'qinish nereden kelib chiqdi Amerika bilan Xitoyningsa, dunyoni boshqarish ya dunyoni saqchisi men bo'laman deydigan bu nopuz to'qinishdan kelib chiqdi. Agar bu to'qinish bo'lmay Xitoy sal yavaşroq o'zidan haltiroq manqon bo'lsa 10 yil ilgari kerak deydi. U vaqtida nima yuz beradi desa, dushmanlashish davlat orasida bo'lmaydi. Buning dalil sifatida olsa, Amerikaning tashqi ishlar ministri injener deb qaralgan Henry Kissinger yaqin vaqt o'lgan. 1971-yili Xitoyga borgan vaqtida Mavzudong gapirgan vaqt bu Xitoyni Ruslardan yiroqlashtirib o'z tarafga tortish uchun yangi bir diplomatiya usulini qo'llangan. Ya'ni kommunist davlat bo'lgan Xitoy bilan qarshilashgandan ko'ra, buni o'zimiz tarafga tortib, Rusni yolg'iz qo'yib, buni tadrijiy parchalab yo'qotganimiz afzal deydigan bir taktikani, yoki diplomatiya usulini o'tirib qo'ygan. Bu shu vaqtida Xitoy bilan shu kelishimni tuzdi. Tuzgandan keyin Xitoyni BDTga kirdi. 5 cho'ng daimi a'zoniki birisiga ekildi. Ba'zan deyishim burundan tortib Xitoy batı 1945dan dedi. 1945dan batı kim batı desa, ammo Tayvan batı. Amerika o'zidan ittifoqdosh bo'lgan Tayvan batı 1971 kelgan chaqda kommunist bo'lgan inson huquqini dafsanda qildigan madaniyat inqilobi deb irqiy qirg'inchilik, madaniyat qirg'inchiligini olib borgan shu Xitoyni dunyoni boshqaran saqchining qatoridan o'tda uzgan kimsa Henry Kissinger, Amerikaning tashqi ishlar ministri. Xitoy mush yaqinqadek texnika bu sabablar taraqqiy qilgan ekirib dunyo bozorini butun Xitoyga to'kkan kimsa Henry Kissinger va uning kayindagilar. Ya'ni bu planlar hammasi kim olib bordi desa, dal Amerika. Buni o'tanda men tushunamiz. Demek Amerika ile Xitoy orasida asli to'qinish holati yo'q. Dushmanlik holati yo'q. Bu yaqin vaqtdagi nopuz tarishi bu holatni shakllantirdi. Endi Amerikaning bir qo'llangan usuli var yaqin vaqtlardagi mulohazalar qarta Xitoyni iqtisodiy jihatdan ojizlashtirib orqaga keltirish, bu Xitoy bilan bevosita qurolliq to'qinishgandan afzal deydigan bir siyosatni qo'llab ketyapti. Bu mulohazaga Amerikaning bu stratejiyaga asosan Amerika bilan Xitoy orasida qurolliq bir to'qinishdan keyin yuz berib qolishi yaqin ehtimol emas. Xo'sh. Mumkin. Ama yaqin vaqt yuz beradigan ehtimollar deb qaramayman. Bo'libmi atom kuchuk ega bo'lgan davlatlar orasida bevosita o'zininki prinsipal manfaatiga jeniga taqishadigan bir manfaat taqashmasa, to'qinish unda tez bevosita shaklda yuz bermaydi. Masalan, Ruslar bilan Amerika orasida bevosita to'qinish ahvol yuz berdi.
30 neçə yıldan artıq soğuq istihbarat uruşı ebbadı. Ebbagan uruşların hamısı başqalarının zimində ebbadı. Mesela Ruslar Afganistan'ı besavağa vaxtıda Amerika yardım verib Ruslarının ki uyanı qoğullaşıgan Talibanlarını qolladı. Cıq uruşlar başqa yer bu çoğunluğu. Bir vasıta özünün zimində özünün tuparqıda bulmalı. Bu ahvalmı belki şununla oxşab qalsa gerek. Bu məlumat belki bazı bir siyasi aktivistlarga münasibət yoki bazı hissiyatçan kişilərə payda verib qalsa əcəb emas. Bu məsələni təxmin düşünüşküləş üçün yəni bir deyil Xitay bilan bu münasibətdə. Amerika bilan Xitay arasındakı savdo-satıq münasibət 700 milyard aşıyor. Biz bunu ilgili maqalamızda yazıb. 250 milyard Amerika mal satqan bolsa, onun qağınına 400 milyardına Xitay mal satdı. Demek bu savdo aloqasi. Bu istihbarat aloqasi yaqin vaqtda Trumpning davri keyin chekilgan, uning oldin nega berib to'xtagan elektronik olsun ve başka sahadaki mablag' selish ahvollari Amerikaniki nurg'un pay chekininki nimaning qo'lda ekanligi Xitoyning qo'lda ekanligi o'sha nurg'un ahvollar mavjud. Bundaq bir ahvolda agar ikki tarafning bir taraf voz kechsa yoki bir masalada anglashsa, kirishsa bu dushmanlik holati yo'q qilish ehtimoli bormi yo'qmi? Dushmanlik holati tugamdi, tugaydi. Çünkü bir yerde biz işlerimizde Amerika ile Xitay soqsaş, arlaqtığımız qaçı toğaç oğurlar meydana çıksak deydigan. Bu xiyal yaqib qolib qalsa ajib emas, ümid qilamiz. Lekin qanchalik jingda o'tirdi, tarozi salsam, uni o'ylab baqish lazım. Ikki tarafdan birisi voz kechsa, ya kirishayli, ya o'rtaqlashayli deb pirsangi bo'lishib manfaatni qilsa, u tugaydi, dushmanlik tugaydi. Buni nazardan saqit qilmas kerak. Chunki Amerika bugungi vaqtda Xitoy bilan bevosita to'qnashib qolishni oldin uchun Hindistonni bazoq so'rayapti. Bu mu? Aşkar. Yani bu meselenin düşünüştü misal qalaylı. Şu bazağı sağa qarindoshimiz. Xitoyning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan savdo aloqasidan 900 milyard dollardan oshadi. Surat tatib qolib qolsa yetmaydi buni kamerada. 900 milyarddan 240 milyardni Yevropa ittifoqi mal sotadi Xitoyga. Qolganning hammasini Xitoy sotadi. Bu Xitoy bilan Yevropa ittifoqining orasidagi munosabat. German birinchi o'rinda turadi. Xitoy bilan bo'lgan munosabat jihatda. Xo'sh. Undan sirt Xitoyning Yevropadagi bir qism universitetlar, bir qism tadqiqot markazlari, energiya va shuni paprika u bu degan qo'shishlarga 100 milyard dollardan ortiq mablag' bor. Mablag' seladi. Yani bugün g'arb bilan Xitoy to'qinishudi, atili urushudi, atili gal siqishudi degan bu g'arb dunyosiningki ahvoli bu. Biz faqat iqtisodiy ahvolni o'tirib qo'ydik. Maydonga chiqqan oshkor bo'lgan. Demak, bu yerda dushmanimning dushmani mening do'stim degan bu gap taynab chiqib qolib qolsa, u vaqt biz xatolashgan bo'lamiz. O'zimizning yo'lni yo'qotib qo'ygan bo'lamiz. Arab dunyosiningki 2015'ten burunqi ahvolga qarasak, esimizga 300 milyard atrofida munosabat bor Xitoy bilan. Elim satam ahvol. Amerikaniki 700 milyard uzun zamondan davomli 600 dan 700 chiqig'ila. Yevropaniki 9 milyard ortiq. Boshqa yarim mash. Demak, hamma davlatning bugungi diplomat aloqasi, siyosiy aloqasi, iqtisodiy aloqasi zanjirsimon bir-biri chetlib ketadi. Her bir devlet özünün menfaatini qo'g'dash uchun menfaat asosida muomala qildi. Menfaat asosida o'zining menfaat qo'g'dash uchun birlarga yordam berib, menfaat asosi birlarini siqib chiqarish urindi. Hamish bugun menfaat asosi bu. Shunga bu nuqtani tushunsak, bu gapniki, ya'ni dushmanimning dushman do'st bo'l degan bu qoidadanki ba'zi aqsimi ko'pincha vaqtda oqmaydiganligini yuqorqi misollardan tushunib olgani bo'ldi deb qarayman. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Hakikaten demek yani murakkep bir mesele her daim hoşyar bulmasa hissiyatçan boğulamaydıgan bir mesele hem de. Evet biz yukarıda sizle tilg edip ötken bu sallık malumatlarını biz meylabitli haberimiz olsun, günlük haberimiz olsun, tepsili halette meyli Avrupa'nın ki münasebetimiz ne çıkıtılmış, bulutulmuş yakında qanchilgan qitim Xi Jinping bari o'tganda uning kendi Yevropa ittifoqidan ko'rishishlar bo'ldi. Hammasi qaqshab o'tirdim, tangpungsizlik jihatdan, tijorat tangpungsizlik.
hem Xitay'ınki yükselip ketmeslik için, ertügün beşiğe çıkmaslık için, nurgun inçiki texnikalarının Xitay'a erişenmeslik için bu texnikalara bütün küçülen garip bu yolunu tutup atıdam de. Demek hemmesi şu menfaat asasıga kurulgan bir dünya ketip atımızam de. Şöyle tüketken olsak programımızda. Kadirli körmelerimiz şuna kılıp programımızı şöyle ahırlaştıraydı. Allah ömür verse yeni bir ötüm aldığımız yaptı da başka bir temada görüşükçe. Aman bağışlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.